Qoralbozor tumanida yoshlarning siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan navbatdagi muhim tadbir Siyosatdagi yoshlar loyihasi doirasida intellektual zakovat o'yini bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavha shu haqda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tashabbusi bilan tumanning chekka hududlaridan biri Navbahor mahallasida intellektual bellashuv tashkil etildi. Tadbirda tuman maktablarida faoliyat olib borayotgan 30 yoshgacha bo'lgan iqtidorli yosh o'qituvchilar qatnashdilar. Bellashuv jarayonida ishtirokchilar pedagogik tayyorgarlik bilan birga siyosiy bilim saviyasi, umumiy dunyo qarashi, mantiqiy fikrlash darajasi va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini namoyish qildi. Jamoa tarkibida ishlash, fikrni aniq ifodalash va muhokamada faol qatnashish baholash mezonlari asosida baholab borildi. Mazkur loyiha yoshlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy masalalar muhokamasiga jalb etish hamda siyosiy jarayonlarga qiziqish bildirayotgan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Zakovat savollari, siyosiy islohotlar, jamiyat hayotidagi dolzarb masalalar va zamonaviy muammolarni qamrab oldi. Yakuniy natijalarga ko'ra bilim darajasi va jamoaviylik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijaga erishgan birinchi maktab jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Tadbir yakunida faol ishtirokchilarga O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Mazkur bellashuv yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli.